Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan biz eksperimental psixologiya fani doirasida tadqiqotni tashkil etishga qo'yiladigan talablar mavzusini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha o'rganadigan va amalga oshiradigan narsalarimiz, o'rganadigan rejalarimiz quyidagicha: tadqiqotlarni tashkil etishga qo'yiladigan talablar, tadqiqot o'tkazish bosqichlari, adabiyotlar bilan ishlash va ularni tizimga keltirish kabi mana shu uchala rejani ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu doirasida foydalanadigan adabiyotlar ro'yxatingizni ekranda ko'rib turibsiz. Bizga kerak bo'ladigan adabiyotlar va bugungi kunda eksperimental psixologiyadan o'zbek tilida adabiyot bor, ko'rishingiz mumkin. Mana ro'yxatlarning ikkinchisidan joy olgan va bundan tashqari eng yaxshi mavzu nisbatan soddoroq yoritilgan. Bu muallif Drujinini eksperimental psixologiya o'quv qo'llanmasida juda yaxshi ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu adabiyotlardan faqatgina bugungi mavzuga tegishli bo'lgan, ya'ni tadqiqotlarni tashkil etishga qo'yiladigan talablar mavzusiga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni mustaqil o'qib o'rganib olsangiz nur ustiga alo nur bo'lar edi. Va tadqiqotni tashkil etishga qo'yiladigan talablarni eksperimental psixologiyada tadqiqotlar oldingi mavzulardan bilasizki, o'sha 1879-yilda nemis olimi Vilhelm Wundt tomonidan ilk laboratoriya ochilgandan keyin eksperimental tadqiqotlar amalga oshirishni boshladi va bu ilk laboratoriyada sezgi, idrok va reaksiya tezligi kabi holatlar o'lchangan edi. Mana shu laboratoriya sabab eksperimental psixologiyada tadqiqotlar o'tkazilish, olib borish doirasi kengayib bordi va bundan keyingi laboratoriyalar ko'plab amalga oshirilgan ishlardan shuni xulosa qilish mumkinki, tadqiqotni o'tkazish, uni tashkil etishga qo'yiladigan talablar ham ishlab chiqildi. Va eksperimental psixologiyada o'sha tadqiqotni olib borish uchun, uni tashkil etish uchun talablarga mos kelgan holda bo'lishligi eng muhim bo'lib sanaladi va talablarga to'g'ri mos kelishi kerak. Tadqiqotlarni tashkil etishga qo'yiladigan talablarni quyidagilarda ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, tadqiqot natijalarini mazmuniy tasnifi, ya'ni umumlashtirish, xulosalarni belgilash, yangi tushunchalar, faktlar, nazariyalar va tendensiyalarni ifodalashni amalga oshirish kerak. Ikkinchidan, buyurtmachi tadqiqot natijalarini taqdim etish shakllarini inobatga olishimiz kerak. Asosiy xulosalardan iborat xulosa bo'lib hisoblanadi. Hisobot tayyorlash va amaliy takliflar, tavsiyalar hamda tadbirlarni belgilab olishdan iborat bo'ladi. Har qanday tadqiqotni o'tkazishdan avval biz o'zimiz jamiyatda uchraydigan psixik hodisa, voqealar, kuzatilayotgan psixologik fenomenal hodisalarni aynan umumlashtirib olish, ular to'g'risida qanday xulosalarga kelib olish yoki qaysi tushunchalar, qaysi faktlar yoki nazariyalarni metodologik asos sifatida qabul qilib olishimiz uchun o'zimizni gipotezamizga, farazimizga ega bo'lishimiz kerak va qaysi jihatini ko'rib chiqishimiz ustida ham ma'lum to'xtamga kelishimiz kerak. Sababiki psixologiyada tadqiqotlar olib borishda psixologik tushunchalar, ijtimoiy tushunchalar juda keng qamrovli bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan bitta psixologik hodisani yoritayotgan paytda qaysi tomondan ko'proq o'rganishni alohida ajratib olsak, bu tadqiqotchiga yengillik beradi hamda aynan muhim ahamiyatli tomonlarni ko'rib chiqish juda ko'plab aynan shu hodisaga tegishli bo'lgan samarali faoliyatlarga yoki samarali ilmiy izlanishlarga yangi tushunchalarni, faktlarni, nazariyalarni yanada kengroq va mazmuni yorqinroq nisbatan ifodalab olishga yordam beradi. Va odatda ilmiy psixologik tadqiqot natijalaridan amaliyotda foydalanish bosqichi ham bor. Bu ikki yoqlama jarayon bo'ladi. Unda omillar, ilmiy xodimlar, olimlar, ilmiy xodimlar, amaliyotchilar ham bemalol faol ishtirok eta olishadi. Va chunki psixologik tadqiqot natijalaridan amaliyotda foydalanish eksperimental psixologiyasining fanining nazariy qismiga ham juda katta rivojlanish olib keladi va ijtimoiy psixologik tadqiqot natijalari ilmiy hisobot tarzida tuziladi. Ilmiy hisobot guruhlashtirilgan holda tuzilib, kelgusida o'tkaziladigan tadqiqotlarga asos bo'lib xizmat qilib keladi va tadqiqotchi tomonidan
tadqiqotni tashkil etishida undan oldin mana shu mavzu doirasida ishlagan olimlar yoki tadqiqotchilar, ilmiy xodimlarning ishlarini yaxshi o'rganib, ularni tahlil qilib, tizimga keltirib olish muhim jarayon bo'lib hisoblanadi. Sababiki, oldindan mana shu mavzu doirasida bildirilgan fikrlar ushbu mavzuning yoritilishiga metodologik asos sifatida xizmat qilishi bu hech kimga sir emas. Va ilmiy hisobotda tadqiqot predmetiga muvofiq muammoning barcha o'zaro bog'liq jihatlari chuqur aks etishi zarur. Sababiki, ijtimoiy psixologik muammoni asosiy mohiyat jihatidan aniq ko'rsatilishi kerak va bajariladigan ishlar esa mantiqiy tartib asosida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotni amalga oshirishda ketma-ketlikda mantiq bo'lishi kerak. Misol uchun, aynan birinchi navbatda mavzu va mavzu doirasidagi amalga oshirilmoqchi bo'lgan ishning maqsadi, keyin vazifalari mana shunaqa mantiq ketma-ketlikda davom etib kelishi kerak. Va ilmiy tadqiqotning har bir bobi 2 qismdan iborat qilib tuzilmog'i maqsadga muvofiq bo'ladi va birinchi qism muammoni tadqiqot natijalarini o'z ichiga olgan bo'lsa, ikkinchi qismi esa ilmiy xulosalarni, amaliy taklif va tavsiyalarni tashkil etishi kerak. Va nisbatan eksperimental psixologiyadagi bugun siz bilan tushuna oladigan mavzumiz amaliy psixologiya yo'nalishi talabalarining birinchi kurs o'quv dasturida mavjudligi bo'lganligi sababli sizlarga nisbatan eng oddiy tashkil etiladigan tadqiqotlar haqida fikr yuritilmoqda. Agar tadqiqotni obyekti, doirasi, uni ilmiylik darajasi qancha yuqorilab borsa, tadqiqotni tashkil etishga qo'yiladigan talablarning mohiyati ham chuqurlashib boradi va talablar ham biroz murakkablashib boradi. Ilmiy hisobotda anketa savollari umumlashtirilgan, ixcham qilib ifodalanadi. Hisobotlar aniq, hayotiy, hujjatlar asosida va statistik ma'lumotlar asosida tasdiqlangan bo'lishi talab etiladi. Chunki barcha ma'lumotlar aniq, fakt bilan va hayotda kuzatiladigan ma'lum bir parametrlarga mosligi bilan va aynan hujjatlar asosida hamda olingan natijalarning statistik mezonlar asosida tahlil qilinishi albatta ilmiy tadqiqotning eng katta talablaridan biri. Chunki bu tadqiqot shunchaki tadqiqot emas, u ilmiy tadqiqot. Uning ilmiyligini asoslash uchun albatta ushbu talablar amalga oshirilishi kerak. Va ilmiy hisobot ixcham va to'g'ri yozilishi shart. Ko'pi bilan 30-40 betdan iborat bo'ladi, oshib ketmasligi kerak va zarur jadvallar, diagrammalar ilova tarzida ham berilishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Ko'pincha ilmiy tadqiqotlardagi olingan bitta bo'limdan kelib chiqib olingan xulosalarda ko'pincha ilmiy maqolalar tayyorlanadi va maqolalarning hajmi ham 10-12 betni tashkil etadi va maqolalarda ham juda katta diagrammalar yoki jadvallarni qo'yib yuborish maqsadga muvofiq emas. Yoki ilmiy tadqiqot ishini o'zini tayyorlagan holatimizda ham hisobotlarni keltirayotganimizda, faktlarni asoslayotganimizda juda katta hajmga ega bo'lgan jadvallarni ko'proq ilova qismiga qoldirganimiz ma'qul bo'lib hisoblanadi. Va tadqiqot o'tkazishda bosqichlar bor. Ushbu bosqichlarning ketma-ketligiga amal qilish kerak. Har qanday metoddan foydalanish jarayonida quyidagi metodologik tamoyillarga albatta rioya qilish zarur. Birinchidan, metod fanni predmetiga mos bo'lishi kerak va o'ziga xos xususiyatlarni aks ettira olishi lozim. Ikkinchidan, psixologiyaning umumiy metodi albatta obyektiv bo'lishi shart. Uchinchidan, genetik, ya'ni evolyutsion tamoyilni saqlab turishimiz kerak, yodimizdan chiqib ketmasligi kerak. Va to'rtinchidan, individual farqlar albatta e'tiborga olinishi kerak va ilmiy umumlashtirishdan foydalanish zaruriyati mavjud. Albatta, psixologik tadqiqot bosqichlarida yuqoridagi faktlarni unutmagan holda biz bosqichni sekin-sekin amalga oshirishni boshlaymiz. Bu birinchisi, bu tayyorgarlik bosqichi. Olib boradigan ilmiy tadqiqotimizni kelib chiqib uni vazifasini, farazini hamda metodikasini aniqlab olishimiz kerak. Ikkinchidan, ma'lumot to'plash bosqichini bajarishimiz kerak. Metod kichik bosqich va qismlarga, seriyalarga bo'lib o'tkazilishi ham mumkin. Ilmiy tadqiqot uchun qo'llaniladigan o'sha metodlarni bir kunda hammasini o'tkazish ba'zida maqsadga muvofiq kelmaydi. Uchinchidan, tadqiqot natijalarini miqdoriy tahlil qilish bosqichi. Bu ya'ni korrelyatsiya koeffitsiyenti, o'rtacha arifmetik qiymat, standart og'ish va boshqalarni hisoblash hamda grafiklarni tuzib olishdan iborat bo'ladi.
Keyingisi esa bu natijalarni interpretatsiya qilish, xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish bo'ladi. Natijalarni interpretatsiya qilishda ko'proq tadqiqotning ushbu 4-bosqichida psixologik tahlil yoki psixologik sharhlash amalga oshiriladi. Va 3-bosqich ham asl o'sha olib borilgan tadqiqotlarni natijalarini yuzaga keltiradi va aynan barcha qo'lga kiritilgan o'sha tadqiqot metodikalaridan qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni aynan ularni parametrik yoki noparametrik ekanligini tekshirib olishimizdan boshlanadi. Undan tashqari birinchi yana biz assimetriya qonunlariga mosmi muvofiqlik tarqalish mezoni yoki mos emasligini tekshirib ko'ramiz. Ana o'shanda biz kiritgan ma'lumotlar agar moslikni tasdiqlasa, keyingi bosqichga o'tamiz va olgan ma'lumotlarimizni parametrik yoki noparametrik ekanligini ifodalab olamiz va keyingi bosqichda matematik statistik mezonlardan aynan parametrik mezonga mos keluvchilari yoki noparametrik, masalan Kursko-Walls kabi mezonlardan foydalanib miqdor tahlilini amalga oshirishimiz mumkin. Va kuzatilgan tafovutlar yoki korrelatsion aloqadorliklarni qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni jadvaldagi ko'rsatkichlarga ko'ra natijalarni interpretatsiya qilamiz, xulosalaymiz va tegishli tavsiyalarni ishlab chiqamiz. Psixologik tadqiqotni tashkil etishga qo'yiladigan talablar tadqiqotni rejalashtirish birinchi bu qilinadigan ishimiz. Biz reja asosida ketma-ketlikda bajarilgan tadqiqotlarda aksariyat hollarda juda ham xatoliklar kam uchraydi. Uchraganlari ham unchalik salbiy ko'rinishga ega bo'lmaydi. Va tadqiqotni rejalashtirish metod va metodikalarni tanlab olish va ularni moslashtirishni o'z ichiga oladi. Ya'ni bilasizki, metod bu uslub, aynan qaysi uslubda ishlamoqchisiz va sizgacha qaysi uslublardan foydalangan bunga ahamiyat berasiz. Hamda metodikalar bor. O'sha mavzu deylik inson shaxs irodasining xususiyatlari kuzatilayotgan mavzu yuzasida agar tadqiqot tashkil etilayotgan bo'lsa, ana shaxs irodasini xususiyatlarini yoki irodani o'sha ma'naviy sifatlarini ochib beradigan yoki irodani aynan qaysi xususiyatlari nisbatan ko'proq kuzatilganda inson irodasi ochiqroq namoyon bo'lishini yaxshi yoritib beradigan metodikalarni to'g'ri tanlash ham mavzu doirasidagi tadqiqotni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, tadqiqotchi tanlab olgan metodika o'rganilayotgan mavzuni ochishga yordam bermaydi. Ana shunda ko'p tadqiqotchilar shu mavzuni o'zgartirsammikan degan fikrga kelib qolishadi, lekin mavzuni o'zgartirgandan ko'ra aynan shu mavzuni yoritib berishga harakat qiladigan boshqa metodika bilan tadqiqotni olib, o'sha metodika doirasida ham ma'lumotlarni saralab chiqish mumkin. Va psixologik tadqiqot uchun ajratib olingan o'sha jarayonga ta'sir etuvchi barcha ichki va tashqi omillar e'tiborga olinishi lozim. Rejalashtirish bu tadqiqotning ham mantiqiy, ham xronologik loyihasini tuzish demakdir. Va tekshiruvchilar soni, kontingentni aniqlab olish kerak, tekshiruvchilar sonini belgilash kerak va matematik statistik tahlil rejasini ishlab chiqishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Chunki tadqiqot mavzusi yuqoridagi agar mavzuni ko'radigan bo'lsak, shaxsning irodaviy xususiyatlari bu juda keng qamrovli mavzu. Aynan shaxsning irodaviy xususiyatlarini o'rganayotganda o'sha tadqiqot obyektini yanada aniqlab olish uchun aynan iroda balki o'smirlarda tadqiq etilar, balki o'spirinlarda, balki yetuklik yoshi davrida yoki bir ma'lum kasb egalari doirasida ekanligini mavzuda aniqlab olsak, bu bizga ishlash doiramizni yengillashtirib beradi va aynan tekshiruvchilar sonini belgilab olish gohida tekshiriluvchilardagi belgilab olishda ayol va erkaklar irodasini ham o'rganishni tadqiqotchi nazarda tutgan bo'lsa, ayol ishtirokchilar yoki erkak respondentlarni soni nisbatan bir-biriga o'sha balans berish kerak. Ular orasidagi farq juda katta bo'lib ketmasligi kerak. Misol uchun tadqiqotda 300 ta sinovchi ishtirok etgan bo'lsa, 300 tani 260 tasi erkaklar va
qolgan qismi ayollar bo'lsa, bu yerda jins xususiyatlarini solishtirish normada og'ib ketadi. Ular orasidagi tafovut 10-15 tagacha bo'lsa, unda jinslarning tafovutlarini solishtirish va ko'p hollarda o'sha jinslar orasidagi tafovutdan juda yaxshi ma'lumotlar kelib chiqadi. Va psixologik tadqiqotni o'tkazishga qo'yiladigan talablar, tadqiqot o'tkaziladigan joy bu shovqinlardan xoli bo'lishi kerak, xalaqit bermaslik kerak, gigiyenik talablarga javob berish kerak, tadqiqotning texnikaviy tamoyili aniq bo'lishi kerak, tekshiruvchilarni tanlashda faqat sifatlariga ham e'tibor berish lozim bo'lib hisoblanadi. Va bir qator o'sha ko'pgina talablarni, olingan ma'lumotlarni qanday tahlil qilish yuzasidan sizga tegishli tavsiyalarni keltirib o'tdik. Va agar sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan manzillaringizga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.